shopirlar eng qiynab keladigan narsalardan bittasi moshinalarni shunday yuvirasizlar. Shunday yo yomg'ir yog'adi, yo bo'lmasa qish ijod qilib ketgan bo'ladi. Xuddi shunday bizda ham bo'ldi. Hop, biz oxirgi ishlarimiz, bugungi ishlarimizni bitirib bo'ldik. Xudo xolasa bu akamiz oxirgi ishlarimizni. Bundan oldingi moshinalarni ham pastiyan o'zimiz qilib yurardik. Bu akamiz endi boshqa kobaltlari yangi kobaltga metan ustunovka qildirib oldimizga olib keldilar. Endi o'z bo'lsa-da ishonchlariga kirganligimiz uchun shu oldimizga kelib programmasini qildirib ketyaptilar. Korobka motor programmasini qilib beramiz. Gazlarni biratula o'zimiz regulirovkasigacha qilib beramiz. Hozir endi korobkasiga programma ketish jarayonida o'zi mashinani ko'rib turishlaring mumkin. Absolut yangi mashina. Ko'rib turibsizlar, 1600 kilometr yurgan mashinamiz. Barlar qo'yib, shumkalar qilib, endi shu arada bu qism programma ham deb biratulovkalar, endi obshipkalar ham yechib tashilgan o'zi. Hammasini kolonkalargacha pishalkalar qo'yib, onni mehr deb beryapti ekanlar akamiz. Hammamizga ham qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar yangi mashinalar minib yurish nasib qilsin akalar. Yangi mashinalar minib o'zi hammani o'zini fokusi bo'ladi, o'zini fokusiga qaratib. Baribir o'zbeklar hammasiga tegan kasal. O'zimda ham bor narsalardan bittasi. Qanaqa mashina olinsa ham bir narsa o'zgartirishchalik qilish odam qiziqadi-da. Mana Malibu bar, chexollar, xoliklar qo'yilgan. Endi bu yerlarga shumkalarni qilalar endi. Ancha akustika sistemasiga ham ancha mehrlanib beribdilar. Xullas akalar, korobka motor programmalarni ideal yuradigan programmalar kerak bo'lsa, pastga raqamlarga telefon qilib kelarasizlar. Ishlaringiz sifatli a'lo darajada bitirib beramiz. Eng muhimi bu yoshi kattadan yosh odamlargacha ham, yosh bolalargacha ham bu programmamiz tushib ketaveradi. Chuvsvitellarni misol uchun yoshi kattalarga chuvsvetili salabiyroq bo'lgan ma'qul, chunki sal bossa birdan o'tilib yurib ketadigan bo'lsa, u to'g'ri kelmaydi. Bir xil programmalarni quramiz. Yosh katta odam meni yurgan bo'ladi, oldimizga yosh katta odamlar olib kelishadi. Programma akaga to'g'ri kelmaydigan bo'ladi. Sababi chuvsvetili haddan ziyod kuchaytirib olingan bo'ladi, gazni pedalini aytyapman. Nomiga bo'lsa ham moshina siltab boradigan bo'ladi. O'shaning uchun akamizga yo'qmaydi, olib kelishadi. Yoshlarga aksincha qattiqroq yursin, chaqqoq qo'zg'alsin deyshadi. Ana shunaqa holatda ham tayyor programmalar pul kelmaydi. O'shaning uchun programmani klient xohishiga qaratib, daravodga qilingan idealniy programmalar kerak bo'lsa, o'zimizga kelsalaring, sizlar xohishlaringdek qilib idealniy qilib chiqarib beramiz programmalarni. Programma sog' bo'linglar.